Chet ellik okamiz suyak saratonining 3-bosqichi tufayli oyog'idan ayrilgach, sun'iy oyoq sotmoqchi bo'ldilar. Lekin u 20 ming dollardan qimmat turardi. Tushkunlikka tushib qolgan bo'lsalar ham taslim bo'lmadilar. U o'zining daraxt o'ymakorligi ko'nikmalarini ishga soldi. Qattiq yog'ochdan oyoq shaklini o'yib chiqdi va har bir burchagini sabr bilan silliqladi. So'ngra u oyoq panjasini yasashga kirishdi. Bu ancha murakkabroq bosqich edi. U panjaning o'lchami va burchagini aniqlab, tana og'irligini muvozanatda ushlab turadigan shaklni yasadi. Har bir yuzani sinchiklab silliqladi va chekkalarini to'g'riladi, chunki kichik xato ham yurishga ta'sir qilishi mumkin edi. Oxirida u oyoqqa velosiped amortizatorini o'rnatdi. Bu zarbani yumshatib, tabiiy oyoq harakatini keltirib chiqardi. Natijada barchasi 100 dollardan ham arzon tushdi. U nafaqat yurishni boshladi, balki shuni isbotladiki, ijod va qat'iyat bilan hatto eng og'ir muammolarni ham yengish mumkin. Agar shunaqa qo'li gul hunarmand okalarimiz bo'lsa, shunaqa protez oyoqlarni yasab ko'rishingizni iltimos qilgan bo'lardim.